Mana do'stlar, yer shari va atrofida aylanayotgan oyni modelini yasadik. Oy aylanishi mumkin yerda atrofida. Oyni fazalarini ko'rish uchun do'stlar. Oyni mana bu joyiga belgi o'rnatib qo'ydik. Har doim yerga shu joyi ko'rinib turishini ko'rishimiz uchun. Fazalarini yangi oydan boshlayman ko'rsatishdi. Ana hozir shu holatda oy shu yerda turibdi, lekin quyoshga yaqin bo'lganligi sababli bizga ko'rinmayapti do'stlar. Mana shu yerda turibdi, lekin quyoshga yaqin bo'lgani uchun ko'rinmayapti. Endi quyoshdan ozgina uzoqlashganda 2 kundan keyin yangi oy bo'lib ko'rinadi mana. Osmonda har kuni yulduzlarga nisbatan oy 12 gradusga siljib boradi har kuni. Mana sekin siljiyapti. Yarim oy bo'ldi. Belgisiga ahamiyat beringlar, har doim bizga qarab turibdi. Yarim oy bo'ldi. Yana kunlar o'tyapti. Taxminan 15 kundan keyin to'lin oy bo'lib qoldi. Belgisi yana bizga qarab turibdi. Faqat o'sha tomonini ko'ryapmiz xolos. To'lin oy bo'lgandan keyin oy kichiklashishni boshlayapti. O'ng tomondan mana kichiklashishni boshlayapti. Kichiklashib ana yana quyoshning yoniga kelib qolganida quyoshning yorqinligidan bizga ko'rinmayapti. Shu yana yangi oy boshlangani bo'ladi.